Sizni xonadoningizga hech joydan kirim yo'q. Oylik olmaysiz, pensiya olmaysiz, hech joyda ishlamaysiz. Ozgina yiqqan pulingiz bor. Siz 6-7 ta bo'g'ozma oling. Agar shunga pulingiz yetsa, tuqqanini sotasiz, qolganini bittasini tuqqan payti sotasiz, yem-yemish olasiz. 5 tasini buzog'ini o'stirasiz. Sut qotig'ini ziyotisini sotasiz. Ro'zg'oringizga sut qotiq bo'ladi, sariyog' bo'ladi. Yog'ni sotib olmaysiz. Qishda yana bittasini sotasiz va yana yem-yemish olasiz. Ana shunday mollarni aylantirsangiz, sizni tayyor saysxona oqilingiz bo'lsa, siz kunlik yem-yemish olmaysiz, bitta sigirni sotib yem-yemish olib g'amlab qo'yasiz va asta-asta qilgan foydangizdan ro'zg'oringizni o'tkazasiz. O'shanda o'sha mollarni o'stirib, ulardan foyda ko'rsangiz bo'ladi. Ro'zg'oringizga sut qotiq bo'ladi, buzoqchalaringiz o'sadi. Siz mol boqish sirini o'rganish uchun albatta meni kanalimga obuna bo'ling va profilimdagi videolarni kuzatib chiqing. Yo'q, men tuxumni ham o'zim yetishtiraman desangiz, tovuq haqida, undik haqida yaxshi tavsiyalar, maslahatlar bor. Go'sht ham o'zingizdan chiqadi. Siz tovuq boqsangiz, undik boqsangiz, agar quyon boqsangiz, go'sht ham o'zingizni oilangizdan chiqadi, sotib olmaysiz. Yaxshigina yashash bu odamni o'zini qo'lida. Faqat mehnat qilasiz, o'rganasiz, bilganingizni kommentariyada bizlarga yozib ketasiz. O'rganamiz, o'rgatamiz. Siz chorva boqib, qo'y echki boqib, yo mol boqib hech ham ziyon ko'rmaysiz. Faqat qanday boqish kerakligini bilib olishingiz kerak. Agar siz avval mol boqmagan bo'lsangiz, biranta molni yaxshi bilayotgan odamga shogird tushing. Agar molni hali olmagan bo'lsangiz, o'sha molni bilayotganlarni bozorga billa olib borib sotib oling. O'shanda ular sizga yaxshi maslahat bersa, mana bunday siz tolg'ir mollarni olib qo'ymaysiz. Tolg'ir mollarni olasiz, lekin bozorda arzon narxga sotasiz. Iloji boricha mol sotib olishda qora, shoxlari chiroyli, kelishgan mol oling. Mana bunday oldi emchagi katta, orqasidagi kichkina, bu ham bozorda xaridorni o'ldiradi. Demak, o'rganamiz.